Turrasanmi shunaqa? Sani deb qiynalib ketdim, ahvolimni qarab bo'lmish bo'lib qolganman. Sen kimsan o'zi? Senman. Kelajakdan keldim seni ogohlantirgani. Qaytsen. Qara, ishonmasang anu qiz hozir qoqilib yiqilib tushadi. Bitta o'xshab qolganiga o'xshatma, tushundingmi? O'zimga yana bir marta imkoniyat beraylik. Agar ishonmasa qaytaman kelajak. Qara, anu mashina hozir anu qizni turtib yuboradi. Qazir turtib. O'zim. Na orqangdama. Ya, uzr. Ayyo, bu yoqdama, salondama. Ya, ahvolimiz ham yaxshilashibdimi? Sen chunki birinchi to'g'ri qadamni qo'yishni boshlading. Qizi jonini saqlab qolding. Endi nima qilish kerak? Endi birgalikda o'zgaramiz. Anu seni birinchi klienting. Rahmat, sizga hayotimni saqlab qoldingiz. Yaxshi, o'tiring. Tushunmadim. Endi nima deyman? Kim bilan gaplashyapsiz? Tupoy, meni sendan boshqa hech kim ko'rmaydi. Kim yo'q? Faqat sen ko'rasan. Endi nima deyman? Yo'q, shunchaki taksimi deb so'ramoqchi edim. O'tiring, olib borib qo'yaman. Rahmat. Taksidan bo'sh paytlaringiz keling, kofe qilib beraman. Mayli. Ana shu joyda chalg'ishing kerak emas. Chalg'ishimiz kerak emas. Nima qilish kerak? Sen hozir mana buni iloji bo'lsa o'zing ham qidirib topa olmaydigan joyga yo'qotishing kerak. Bu bizning kelajagimiz uchun. Va dальнейший. Bunaqa qizlar hayotingda ko'p uchraydi. Hammasi bilan shunaqa qilishing kerak. Sen faqat ishlashing kerak. Ko'tarilish uchun, ha? Bo'ldimi? O'zim. Ya, bu ko'rinsa zo'r. Конечно, chunki sen qadamlaringni to'g'ri qilishni boshlading. Yaxshi, endi nima qilamiz? Endi qara, yaxshilab eshit. 30 million topishing kerak. Senga 30 kun muhlat va biz biznes boshlaymiz. Roppa-rosa 30 kundan keyin o'zimizni lokatsiyada soat 17:00 da ko'rishamiz. O'zim. Bu shunaqa zo'rdan bo'lib ketamanmi? Nima bo'ldi? Kelishganimiz bo'yicha hammasi tayyor. 30 million. 30 million. Ket. Bunaqa ko'tarilish uchun nima biznes qilamiz endi? Hozir. Familiyasi nima edi? Mamajonov. Nech pul qarzi bor edi? 29,885,000 so'm penya qarzlari bilan butunlay qoplandi. Kreditni olgandan keyin to'lash kerak edi. Tavor.